BYD so'ng plus mashinamizdan olib qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kirli qismi pachoqlanib ketgan. Bamper qismiga ishqalab qo'ygan. Va bundan tashqari mana oldi eshigi ham pachoq bo'lib, detal cho'zilib qo'ygan. Xudo xolisa oldi eshigini petno beramiz. Krelo yangi qanot qo'yiladi. Xudo xolisa bamperni ham o'zini chiroyli qilib bo'yab beramiz. BYD so'ng plus mashinamizdan ham xudo xolisa 90% ishlari bitib qoldi. Inshaalloh ertaga spoilerlarni yig'ib, 3-etap polirovkalarni o'tib olsak bo'ldi. Mashinani tozalab qo'yganmiz, egalariga top-toza qilib topshiramiz.